Paxta yurtimizda oq oltin sifatida qadrlanadi. U nafaqat iqtisodiyotning tayanchi, balki minglab fermerlarning mehnati, ularning bir yillik sa'y-harakatlari mevasi hamdir. Shu bois bugungi kunda Buxoro viloyatida ham paxta yig'im-terimi boshlanganligi bejiz emas. Bu mavsum hudud aholisining eng mas'uliyatli davrlaridan biridir. Viloyatda hozirda paxtachilikka ixtisoslashgan 3246 ta fermer xo'jaliklari faoliyat yuritmoqda. Ularga qo'shimcha ravishda 11 ta paxta to'qimachilik klasterlar ham hosil yetishtirish jarayoniga bevosita mas'ul. Umumiy hisobda 85 ming gektar maydon paxta uchun ajratilgan bo'lib, shundan 21.5 ming gektariga xorijiy, 63.5 ming gektariga esa mahalliy navlar ekilgan. Rejaga ko'ra joriy mavsumda davlatga 372 ming tonnadan ortiq sifatli xom ashyo topshirilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, 80 dan ortiq zamonaviy paxta terish mashinalari ham ishga jalb etilishi mo'ljallangan. Bu texnika nafaqat vaqtni tejashga, balki hosilni sifatli terib olishga ham katta yordam bermoqda. Xususan, viloyatning cho'l hududlaridan biri Qorolbozor tumanida ham yig'im-terim ishlari boshlangan. Bu yerda 4460 gektar maydonda paxta ekilgan. Tumandagi Bo'zachi mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan Zamir Amon fermer xo'jaligi dalalarda bugun terim jarayonlari uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Ayniqsa dalada terimchilar mehnati va texnik imkoniyatlari uyg'unlashib, hosilni tez va samarali yig'ib olishga xizmat qilmoqda. Bizning fermer xo'jaligimiz Zamir Amon fermer xo'jaligi 2005-yilda tashkil topgan. Paxta g'allachilik asosida tashkil topganmiz. 2018-yilda kelib chorvaga ixtisoslashganmiz. Undan keyin yog'-moy ishlab chiqarish zavodini qurib, shundan keyin fermer xo'jaligimiz ko'p tarmoqli fermer xo'jalikka aylantirdik. Fermer xo'jaligimizda hozir 350 boshdan ortiq qoramollarimiz 3 ta davlatdan olib kelganman. Zavodimiz 6000 tonna chigitni qayta ishlaydi. Davlatimiz rahbari tomonidan juda ham ko'p fermerlarga imtiyozlar, subsidiyalar berilgan. Ana hozir paxta mashina oldik. Paxta mashina oldik. 15% subsidiyasini oldik. Yana terim ana shu paxta terganimizdan 250 ming so'mdan tonnasidan subsidiya olyapmiz. Fermer xo'jaliklariga yaratilgan sharoitlar agar maksimalni foydalanib bilsak, ana suvdan foydalansak, suvga 50% subsidiyasini olamiz. Hozirgi kunda 45 gektar yerda paxta ham xorijiy, ham Buxoro navlaridan ekkanman. Xudoga shukr, ana paxta mashinada terib turibman. 55-60 sentnerga yaqin paxta terib o'tiribman. Birinchi terimda. Qo'l terimda 45-46 xodimlar, 35 ta odam terib o'tiribdi. Paxta yetishtirish va uni yig'ib olish eng mehnatkash jarayonlardan biri. Terim mavsumida minglab qo'llar, yuzlab dalalar va 10 minglab tonna hosil bir vaqtning o'zida harakatga keladi. Shu bois bugungi kunda paxtachilikda an'anaviy usullar bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalar ham joriy qilinmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, paxta mashinalari yordamida terilganda mehnat unumdorligi oddiy qo'l mehnatiga nisbatan 2-3 barobarga yuqori bo'ladi. Eng muhimi, bu jarayon tannarxni 20% ga qisqartiradi. Natijada fermer xarajatlarni qisqartirib, hosildan ko'proq daromad olish imkoniga ega bo'ladilar. Shuningdek, mashinalar yordamida terim muddati 8-10 kunga qisqaradi. Bu esa dalalarni hosildan tezroq bo'shatishga, navbatdagi agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirishga keng yo'l ochadi. Birgina misol, bir kunda 20 tonnagacha paxta teradigan mashina odatda 50 kilogramm paxta teradigan 400 nafar ishchi mehnatini qoplay oladi. Bu ko'rsatkichning o'ziyoq paxta yetishtirishda texnologiyaning naqadar muhimligini yaqqol namoyon etadi. Texnika va inson mehnatining uyg'unlashuvi natijasida esa hosil sifatli yig'ib olinib, iqtisodiyotimiz uchun zarur bo'lgan xom ashyo o'z vaqtida yetkazib berilishi ta'minlanmoqda. Kombayn kompyuterlashtirilgan, Xitoy davlatidan chiqqan. Yaqinda oldik. Mana hozir mexanizatsiya qulayliklari ko'p, yaxshi. Texnika bo'lib qilib yaratish kerak deb paxtani. Endi texnika davri, endi qo'l mehnatdan ko'ra bu 300-400 odam ishini qiladi bir kunga. Bir kunlik ishi 400 odam 50 kilodan tergan vaqtga ham bu bir kunga o'sha paxtani teradi bu. Mashinalar yordamida terim jarayonlarini samarali tashkil etish natijasida qo'shimcha muammolar ham bartaraf etilmoqda. Avvallari minglab terimchilar uchun alohida etak, tarozi, tashish texnikalari, avtobuslar, hatto issiq ovqatni ham tashkil etish zarur bo'lardi. Endilikda esa bu xarajat va tashvishlarning ko'pi yo'qolib, jarayon ancha qulay va tejamkor bo'lib bormoqda. FM Board kompaniyasidan o'zimizning fermer xo'jaligimizga shu yil xarid qildik 3 milliard 200 ga. Juda ham zo'rgan terimni ana 4 ta qator teradi. Hozirgi kunda ana shu paxta terim mashinamiz 400 ta 500 ta
odamning o'rnini bosibdi. Oldingi yillarda fermer xo'jaligimizga boshqa tumanlardan terimchi nimalarni olib kelish juda qiyin bo'lgan. Biz olib kelib uni yana etib qo'y 100 kilometrdan keladi, yana ketadi, ko'p azob chekkanmiz. Ana bu mashinada kuniga 30 tonna, 40 tonna paxta terib o'tiramiz. Navbatdagi manzilimiz tumandagi Hayot dehqon fermer xo'jaligi. Ushbu xo'jalik 1998-yilda tashkil etilgan bo'lib, 30 gektar maydonga ega. Joriy mavsumda uning 15 gektariga paxta ekilgan. Bugun esa bu yerda ham terim ishlari qizg'in davom etmoqda. Fermerlar ham terimchilar ham hosilni qisqa muddatda sifatli yig'ib olish uchun birdamlikda ishlashmoqda. 27 yildan beri faoliyat olib boramiz. Fermerimiz hozirgi kunda 30 gektar yer maydoni bor. Shundan 27-konturda 15 gektar paxtachilik ekkanmiz. Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan ko'p tarmoqli yo'nalishga o'tganmiz. Shu yilni 2025-yil bahorda xorijdan keltirilgan nav bilan paxta ekkanmiz. 50 sentnerni mo'ljallagandik. Ana bugunda kelib klasterma qilingan shartnoma rejamiz 55 tonnaga yaqin. Bugunda xorijdan kelgan navni hisobiga olib 70 tonnaga yetkazmoqchimiz. Nasib bo'lsa, undan qoladigan daromadni mexanizatorlarimiz bor. Ularga keyin yangi texnika olishga yaratamiz. Bugun paxta faqat dalada emas, balki uni qabul qilish markazlarida ham zamonaviy yondashuv asosida qayta ishlanmoqda. Avvallari hosilni topshirish jarayonida ko'plab ovoragarchiliklarga sabab bo'lar edi. Endilikda esa bu jarayon raqamlashtirish orqali ancha soddalashdi. Fermerlar olib kelgan hosil avtomatlashtirilgan tizimlarda tezkor qayd etiladi. Bu nafaqat hisob-kitobning aniq bo'lishi, balki vaqt tejalishini ham ta'minlaydi. Qabul qilish maskaniga yetib kelgan transport vositalaridagi paxta darhol laboratoriya uchun namuna olinib, sifat darajasi aniqlanadi. Shundan so'ng hosilning umumiy bahosi belgilanadi. Bu yondashuv bir tomondan fermerlarga yengillik yaratadi, ikkinchi tomondan esa sifatli paxtaning adolatli narxda baholanishiga zamin hozirlaydi. Shuningdek, zamonaviy tizimning joriy etilishi orqali ortiqcha vaqt sarfi va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarning oldini olinmoqda. Bugungi kunda paxta qabul qilish markazlarida bunday yangilanishlar mamlakatimiz qishloq xo'jaligi tizimida raqamlashtirish qanchalik muhim o'rin egallayotganini yana bir bor ko'rsatmoqda. Paxtalarimiz fermer dallarida kelyapti. Hozirgi kunda paxtalarimiz sortlari bir sifatiga mos kelyapti. Dallarda terim yaxshi boshlangan. O'zimizda hozir klaster hisobiga har kunlik paxtalar birinchi sort hisobida ketyapti. Analiz oluvchilar tomonidan olib kelinadi, fermer ishtirokida analizlar qilib boriladi. Paxtaning keyin chiqqan analizlariga qarab sorti sinflari qo'yib boriladi. Hozirgi kundagi paxtalarimiz birinchi terimlik sababli toza terilayotganligi uchun bir talabiga mos keladi. Xullas, Buxoro viloyatida paxta yig'im terimi keng ko'lamda davom etmoqda. Fermer xo'jaliklari va klasterlar hamkorligida oq oltin dalalardan sifatli yig'ib olinib davlatga topshirilmoqda. Jarayonda minglab terimchilar mehnati, zamonaviy texnikalar samarasi va raqamlashtirilgan qabul tizimlari uyg'unlashgan holda ishlamoqda. Bu nafaqat mamlakatimiz to'qimachilik sanoatini xom ashyo bilan ta'minlash, balki hudud iqtisodiyoti va aholi bandligini oshirishga ham katta ahamiyat kasb etadi. Demak, oq oltin barakasi Buxoro dalalaridan yana 100 minglab xonadonlarga yetib borishi, iqtisodiyotimiz ravnaqiga xizmat qilishi shubhasiz.